Tashlandiq zavoddagi psixopat qorovul. Jared ismli bu odam 2022-yil mart oyida Amerikaning Kanzas shtatidagi tashlandiq fabrikaga ekspeditsiyaga bordi. Bu fabrika xaroba bo'lishidan oldin unda kuchuklar uchun maxsus ozuqa mahsulotlarini ishlab chiqarishgan. Voqeani boshida Jared fabrikaga bexavotir kirib, u yerda kuzatish ishlarini boshlab yuboradi va dastlabki daqiqalarda Jared bu joyda yolg'iz ekanligini tushunib yetdi. Chunki bu yer tashlandiq bo'lsa ham hech qanday uysiz hayvonlar yoki odamlar yo'q edi. Fabrikani yuqori qavatlariga qarab chiqib borar ekan, oynadan shu payt uzoqdan fabrikaga qarab yaqinlashayotgan qizil avtomobilni ko'rib qoldi. Jared fabrikada yolg'izligini hisobga olib, u yerdan ketish o'rniga qasddan bu odam nima uchun fabrikaga kelganligini bilish uchun qoldi. Ammo bu odam rostiga ham fabrikaning ichiga kirmoqchiligini Jared tushunib yetib, o'zidan xavotirlanganligi uchun bilintirmasdan chiqib ketadigan joyi qidirishni boshladi. Kamiga boyagi odam ham fabrikaning orqa tomoniga qarab yurishni boshladi. Bu degani esa o'sha odam xohlagan joydan fabrikaning ichiga kirishi mumkin va uning keyingi harakatlarini bilmasligi esa Jaredga katta xavf tug'dirishi mumkin edi. Va mana o'sha odam to'g'ri fabrikaga kirayotganligini Jared oynadan ko'rib qoldi. Adashmasam sezgan bo'lsanglar, o'sha odamning qo'lida fonus yoki qanaqadir qurolga o'xshash narsa bor edi. Bundan juda ham asabiylashgan Jared bilintirmay tashqariga qarab yura boshladi. Lekin birozdan keyin mana shu narsa sodir bo'ldi. Oh my god. O'qni ovozini eshitgandan keyin Jared borgan sari ehtiyotkor harakat qila boshladi va nihoyat binodan chiqib, "Bo'ldi, qutuldim" deb turgan joyida tashqarida uni boyagi odam, nomini aniq nimaligini bilmadimu, lekin hazlakam bo'lmagan qurol bilan uni quchoq ochib kutib oldi. To'g'risi, bundan keyin sodir bo'lgan voqealarni tush ko'rib ham topa olmaysiz. Agar sizga ham voqeaning davomi qiziq bo'lsa, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videolarimizni qo'llab-quvvatlash uchun esa obuna bo'lib, like bosishni unutmang.